Qarang, telefonda bunaqa funksiya borligini-chi aniq bilishmagan. Voy qanaqa ekan? Kameraga 2 marta uraman, telefon screenshot qiladi. Kamerani chap tarafga suradigan bo'lsam, Telegram ochiladi. Bir marta bosadigan bo'lsam, Instagram ochiladi. O'ng tarafga bundoq suradigan bo'lsam, kamerani o'zi ochiladi. Вообще zo'r. Voy zo'r-ku, bu hamma Androidlarda o'xshaydimi? Barcha Androidlarda o'xshaydi. Hozir shu videoni ko'rib turgan hammaga shu narsani o'rgatib qo'yaman. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishsin. Videoga hali ham like bosmaganlar tez like bosib qo'yinglar. Mana shu kamerani o'zidan o'zingizga kerakli funksiyalarni mazza qilib bajarsanglar bo'ladi. Hozir hammanglar o'rganib olasizlar. Bu funksiyani yoqish uchun birinchi navbatda Telegramga kirasizlar. Xuddi shunaqa ilova X so'z bot yozasizlar. O'rtoqlar to'g'ri yozinglar. Keyin original botga kiringlar. Mana tegi barchasi fake. Original botga kiramiz. Start tugmasini bosasizlar. Start tugmasini bosgandan so'ng mana shu kanalga obuna bo'lasizlar deb. Obuna bo'lganlardan so'ng obuna bo'lamiz. Mana orqaga qaytib tekshirishchi bitta bosamiz. Keyin sizlarda mana shu menyu paydo bo'ladi. Kamera funksiya joyiga bitta bosasizlar va sizlarga bu qo'llanma video hamda ilovani tashlab beradi. Bemalol sizlar ham shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Bu videoni-chi barcha do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ular ham mana shu ajoyib funksiyadan foydalanishsin. Videoni saqlab, istoriyalarga qo'yib olish yodingizdan chiqmasin. Profilimda bundan da qiziqarli videolar bor.